Xo'jayinim boya kakao olib keluvdilar. Kakao aytib beruvdim, rossiyskiy yaxshisidan olib keling deb aytgandim, lekin buni mana yaroqlilik muddati ham yo'q. 2 yil deganu, lekin qachon chiqarilgani ko'rsatilmagan. Ichida ham. Keyin buni men bilib qoldim. Bu palshivka ekan. Palshivkalar ham ko'payib ketibdi. Keyin men bunga suv qo'shib aralashtirib ko'rdim. Ta'mi ham g'ijir, umuman kakaoga chiqamaydi. Mana qarang, ichida bir pachka kakao mana shu piyolaning ichida. Hammasini to'kib ko'rdim-da. Kakao emas-da bu. Sizlarga endi bilinyaptimi, bilinmayaptimi? Bilmadim, mana shunaqa narsalar. Hozir videoda uncha bilinmayapti. Lekin bir rangi ham kakaoning rangi emas, bir sabziring bashara qanaqadir kakao ekan. Короче, palshivkalik shunday bilinib turibdi. Iltimos, ishlab chiqaruvchilar, palshivka narsani ishlab chiqarmanglar. Mana shu bizga 8000, sizlarga pul emasdir, lekin oddiy xalq uchun 8000 pulda shu. Hozir biz yana olmoqchi bo'lsak, yana shuncha pulga tushamiz yoki bundan sal qimmatrog'ini olamiz. Arada 8000 ga kuyamiz. Buni xo'jayimlar qaytarib olib bormaydilar. Uyaladilar. Qaytarib olib borishga. Lekin men o'zim ichim achib ketyapti. Shuni biz qancha ichardik. Yaxshi emas ekan, palshivka ekan.